Bugun uy sharoitida xuddi tandirda pishadigandek duxovkada tandir somsa tayyorlaymiz. Ovozini eshitinglar. Mazasiga bo'lsa gap bo'lishi mumkin emas. Ishimizni xamir qorg'ashdan boshlaymiz. Oddiygina tuzli suv va undan o'rtacha qatrida xamir qorib tindirib olamiz. Tingan xamirni yupqa qilib yoyib, sariyog' surishdan oldin ozgina kraxmal sepib olamiz. Va eritilgan sariyog' yoki margarin surib, xamir usti obdan qotgandan so'ng yaxshilab zich qilib o'rab olamiz. Zich qilib o'ralgan xamir iloji boricha bir kunga muzlatgichga qo'yib qo'yamiz. Xamirimiz tayyor bo'lguncha nachinkasini ham tayyorlab olamiz. Xamirni bir kun davomida muzlatgichda saqladim va o'zimizga qulay kattalikda kesib olamiz. O'rtasini qalinroq, chetlarini yupqa qilib yoyib olamiz. Tayyorlagan nachinkamizdan solib, xuddi videoda ko'rsatilgandek tomchi shaklida tugib olamiz. Tugilgan somsalarni listga terishga shoshilmaymiz. Listni 10 daqiqa oldin yaxshilab qizdirib olgan bo'lishimiz kerak. Endi tuxum oqini sarig'idan ajratib olamiz va tuxum oqiga somsani orqa tarafini yaxshilab botirib, qizib turgan listimizga terib olamiz. 10 daqiqa oddiy usulda so'ng gazeli kirmamaslik uchun xuddi shunaqa falga to'shab, listni oyog'ini osmondan qilib qo'yamiz. Somsam shunaqa qip-qizil chiroyli bo'lib pishgandan keyin bemalol dasturxonga dorsanglar bo'ladi. Somsa pishgan listni har doimgidek men Baviga ishonaman. O'zini hurmat qilgan va yaxshi ko'rgan insonlar faqat Bavidan foydalanadi. Chunki Bavi bilan hammasi oson va qulay.